امدادالحق To'rol Badaxshon viloyatidan Barlos qavmidan. Bu yigitning faoliyatlarini ko'rib ko'p xursandman. 20 yil Jumhuriyatiga hech kim o'zbaki so'zlamas edi. Men shu Imdodilhaq To'rolning faoliyatlarini ta'sirdir hamma yoshlarimizga kundan kunga uyg'onib ketib borotibdi. Imdodilhaq To'rolning barnoma farhanglarini ko'rib ko'p xursand bo'laman. Sizi bizlarga katta iftixordir. Bunday yoshlarimiz chiqib ona tillarining ustiga ishlab Badaxshon o'zbeklarini tanishtirib tillarini gultab turganlar. Qadrli ko'ruvchilar, umidki dunyoni har yerida bo'lsangizlar, sog' bardam hayot kechirib turgan bo'lsangizlar. Bugun huzurlaringizga bir ko'risham botir do'stimni Badaxshon viloyati Barlos qavmidan sizlarga tanishtirdim. To'rol inog'am, hamisha muvaffaq bo'ling. Katta iftixorimizsiz. Allohdan sizga uzoq umr tilayman. Sog' bo'ling, Barlos yigiti. Agar bu video sizlarga yoqmali bo'lgan bo'lsa, bu videoni tarqating.